Salom. Hujjat tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. Men ham syomka qilsam bo'laveradimi? Istansiya qilmaydi. Bemalol. To savolim bor edi-da. Savol bersam bo'ladimi? Aka, hozir eshitishim bo'yicha internetda eshitdim. Radarlar narxi oshdi deyishyapti. Shunga qanaqa munosabat berasiz? Oshganmi rostmi? Radarlar narxi bu hozircha fake xabar, yolg'on ma'lumot ya'ni. Har qanday ma'lumotga ishonish kerak emas. Narxlar o'zgaradigan bo'lsa, o'zimizning ofitsial saytlarimizda e'lon qilinadi. Jigarlar, radarlar narxi oshmagan, Telegramdagi fake xabarlarga ishonmanglar. Mana tunu kun kecha kunduz ishlayotgan GAI xodimi akalarimizga ham kattakon rahmat. Patron inspektori. Salom. Hujjat tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. Men ham syomka qilsam bo'laveradimi? Istansiya qilmaydi. Bemalol. To savolim bor edi-da. Savol bersam bo'ladimi? Aka, hozir eshitishim bo'yicha internetda eshitdim. Radarlar narxi oshdi deyishyapti. Shunga qanaqa munosabat berasiz? Oshganmi rostmi? Radarlar narxi bu hozircha fake xabar, yolg'on ma'lumot ya'ni. Har qanday ma'lumotga ishonish kerak emas. Narxlar o'zgaradigan bo'lsa, o'zimizning ofitsial saytlarimizda e'lon qilinadi. Jigarlar, radarlar narxi oshmagan, Telegramdagi fake xabarlarga ishonmanglar. Mana tunu kun kecha kunduz ishlayotgan GAI xodimi akalarimizga ham kattakon rahmat. Patron inspektori. Salom. Hujjat tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. Men ham syomka qilsam bo'laveradimi? Istansiya qilmaydi. Bemalol. To savolim bor edi-da. Savol bersam bo'ladimi? Aka, hozir eshitishim bo'yicha internetda eshitdim. Radarlar narxi oshdi deyishyapti. Shunga qanaqa munosabat berasiz? Oshganmi rostmi? Radarlar narxi bu hozircha fake xabar, yolg'on ma'lumot ya'ni. Har qanday ma'lumotga ishonish kerak emas. Narxlar o'zgaradigan bo'lsa, o'zimizning ofitsial saytlarimizda e'lon qilinadi. Jigarlar, radarlar narxi oshmagan, Telegramdagi fake xabarlarga ishonmanglar. Mana tunu kun kecha kunduz ishlayotgan GAI xodimi akalarimizga ham kattakon rahmat. Patron inspektori. Salom. Hujjat tekshirish maqsadida to'xtatildingiz. Men ham syomka qilsam bo'laveradimi? Istansiya qilmaydi. Bemalol. To savolim bor edi-da. Savol bersam bo'ladimi? Aka, hozir eshitishim bo'yicha internetda eshitdim. Radarlar narxi oshdi deyishyapti. Shunga qanaqa munosabat berasiz? Oshganmi rostmi? Radarlar narxi bu hozircha fake xabar, yolg'on ma'lumot ya'ni. Har qanday ma'lumotga ishonish kerak emas. Narxlar o'zgaradigan bo'lsa, o'zimizning ofitsial saytlarimizda e'lon qilinadi. Jigarlar, radarlar narxi oshmagan, Telegramdagi fake xabarlarga ishonmanglar. Mana tunu kun kecha kunduz ishlayotgan GAI xodimi akalarimizga ham kattakon rahmat.